Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar. Shu tomni tepasidan ham ko'rsating degan aka-ukalarimizga e'tibor beringlar. Uni soya ham, konverti ham отдельный bo'lgan. Burchaklariga 45 gradus qilib qo'ysanglar, orasi o'zi 25 sm ochilib, uchi 90 gradus, soylari 45 gradusga qo'yilgandan keyin o'zi uch shaytonda bo'lib chiqaradi. Karnizlarimiz, tanlovlarimiz shaytonda aylanib o'tadi. Nihoyatda chiroyli bo'ladi. Bu yerlarga soy qo'yiladi. Uchiga qatirilgan prognastiklarimiz kesilgan joyi tepasiga tushaveradi. Bu yerda adxod chiqarilmaydi. Ikki ish bo'lmaydi, xudo xolasa. Mana oldida ham 70 sm ko'tarib qo'ygan joyimizni to'g'ri kelib mana tomni orqasiga ulanib ketyapti. Xudo xolasa mana ishlarimiz. Bu yerda ham shunaqa shaklimiz bor. Nihoyatda chiroyli chiqqan. Ablish o'tkalarni qo'yib bo'ldik. Tunukalarni zakaz berib qo'ydik. Xudo xolasa erta-indin tunukalarni ham qatirish jarayonini qo'yib boraman. Bizni kuzatishda davom eting, foydali videolarni qo'yib boraman.